هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Hud tefsiri 9. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Hud suresi 9. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Eğer biz birer insanga rahmetimizden tetitsak, yani nimetimizni bersek, ondan onu onundan tatip alsak, o çokum Allah'ın rahmetinden ümitsizlenip gitidi. Küfrani nimet kılıdı. Küfrani nimet kılıdı. Eğer biz fakirlik, kesellik, qattiqchilik qatorliq balalarga mubtala qilgandan keyin onunğa ne'matimizni tetitsak, u cho'qim mendan balalar ko'tarilib ketdi, endi kelmaydi deb shak shubhisiz xushallanib, mag'rurlanib ketadi. Faqat balaga uchraganda sabr qilgan, ne'matga yo'liqqanda yaxshi ishlarni qilgan kishilar yaxshilardir. Ularning gunohi mag'firat qilinadi. Ular oxiratda cho'ng mukofotga erishadi. İnsanning kengrichilik va qiyinchilik holatdagi o'zgarishchanligi. Alloh taolo bu oyatda insondan va Alloh taolo marhamat qilgan mu'min bandalardan boshqa insonlardagi nachar sifatlardan xabar berdi. O şundan ibaretki, eğer o insanga nimet berilgandan keyin birer qattiqchilik yetse, o kelgüsiga nisbatan ümitsizlanadi. O'tmishga nisbatan go'yo o hech bir yaxshilikni ko'rmagandek, buningdan keyin hech bir chiqish yo'lini umid qilmaydigandek kufrlik qilish bilan ilgariki ne'matdan tanidi. Shundaqla eğer o insanga yamanlıkka yoluqqandan keyin ne'mat berilse, o çoqum mendan balalar ko'tarilib ketdi deb, yani bu balayı afet ve yamanlıktan keyin bana hiç bir yamanlık yetmeydi deb shak shubhisiz xushallanib ve mag'rurlanib ketadi. Yani qo'lidagi ne'matlar bilan xushallanib ve faxrlanib boshqalar oldida ko'ranglaydi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Faqat balalarga va yomonliklarga yo'liqqanda sabr qilgan, baxtga va salomatlikka erishgan chaqda yaxshi ishlarni qilgan kishilar yaxshi kishilardir. Ular yetgan balalarning sababi bilan ularning gunohi mag'firat qilindi. Ne'mat berilgan chaqda qilgan yaxshiliklarining sababi bilan ular oxiratda cho'ng mukofotga erishadi. Bu vaqtda İmam Ahmed mundaq bir hadisni rivoyat qildi. Mening jinim ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, mu'min odamga yetgan g'am qayg'u, jafo mushaqqat, beoromlik, hatto uningga kirib ketgan bir tal tikan uchunmi Alloh taolo uning gunohlarini mag'firat qildi. İmam Muslim mundaq bir hadisni rivoyat qildi. Mening jinim ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, Alloh taolo mu'min odamga biror yaxshi yoki yomon hukmni qilsalar, bu uning uchun yaxshilik bo'ladi. Agar uningga kengirchilik yetsa, u uningga shukr qilsa, bu uning uchun yaxshilikdir. Agar uningga qiyinchilik yetsa, u sabr qilsa, bu mu uning uchun yaxshilikdir.
Bununla mümin adamdan başka kişi erişelmeydi. Bununla mümin adamdan başka kişi erişelmeydi. Şuna Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Zaman bilan qasamki, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, bir-biriga haqni tavsiya qilishgan, bir-biriga sabrni tavsiya qilishgan kishilardan boshqa hamma odam cho'qim ziyon ichidadir. İnsan haqiqatan chidamsiz yaratildi. Uningga yo'qsizlik yoki kasallik yoki qo'rqinchdek biror ko'ngilsizlik yetgan chaqda zarlang'uchidir. Biror yaxshilik yetgan chaqda bexillik qilg'uchidir. Faqat tuvandikilar buningdan mustasno. Ular namozga hamisha rioya qilg'uchilardir. Bu mazmundagi oyatlar Qur'onda nihoyat ko'pdir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularning, ya'ni mushriklarning nemishqa uningga bir xazina tushmadi yoki uning bilan birga uni tasdiqlaydigan bir farishta kelmadi deydiganligi uchun sana nozil qilingan vahiyning bir qismini yetkizgim kelmaydigandi. Yetkizishdan yurking siqiladigandu. Sen faqat ularni Allohning azobidan ogohlantiruvchisan. Allah hamma narsani tasarruf qilg'uchidir. Ular Qur'onni Muhammad o'zi ijod qilgan deyshamdi. Aytqinki, bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan g'ayri chaqiradiganlik kishilaringlarni yordamga chaqirib, fasohat va balog'at jihatdan Qur'ondagiga o'xshaydigan 10 surani ijod qilib beqinglar. Agar ular bu chaqiriqinglarga ovoz qo'shmasa, bilinglarki, Qur'on Allohning vahiy qilishi bilan nozil qilingan. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Sizlar Allohga bo'ysunamsizlar? Mushriklarning so'zlaridan Payg'ambar alayhisalomning dilining siqilganligi va uningga berilgan tasalli. Allah Teala bu oyatda Payg'ambar alayhisalomga mushriklarning uning haqida degan bema'ni so'zlaridan siqilganligi uchun tasalli berdi. Allah Teala bu vaqtda mushriklardan mundaq xabar qilgan. Mushriklar Muhammad alayhisalomni masxara qilib aytdi. Bazarlarda biz tamoq yegandek tamoq yeydigan, biz mangandek minib yuradigan bu qandoq payg'ambar? Uning bilan birga ogohlantiruvchi bo'lish uchun Alloh uningga nemishqa bir farishta avatmidi? Ya uningga bir xazina berilmidi? Ya uningga meyvalarini yeydigan bir bog' berilmidi? Zolimlar, ya'ni kofirlar, sizlar faqat sehrlangan bir odamga ergishyapsizlar dedi. Allah Teala Payg'ambar alayhisalomni ularning so'zlaridan yuragi siqilmaslikka buyurdi va u behuda so'zlar ularni kech-kunduz g'olib va buyuk Allah Teala'ning yo'liga chaqirishga to'salg'i bo'lib qolmasligini tavsiya qildi. Allah Teala bu vaqtda mundaq degan. Biz ularning so'zlaridan yuragingning siqilayotganligini obdan bilamiz. Sen o'zingga o'lim kelganda, ya'ni ajling yetganga qadar Rabbingga ibodat qilgan. Allah Teala bu o'rinda mundaq deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularning, ya'ni mushriklarning nemishqa uningga bir xazina tushmadi yoki uning bilan birga uni tasdiqlaydigan bir farishta kelmadi deydiganligi uchun sana nozil qilingan vahiyning bir qismini yetkizgin kelmaydigandi. Yetkizishdan yuraging siqiladigandi. Ya'ni ularning shu so'zlari uchun yuraging siqiladigandi. Sen faqat bir ogohlantiruvchisan. Senden ilgirki payg'ambar qarindoshlaring sana yaxshi ulgudir. Ularmu inkor qilingan, arziyat taqgan va ularga sabr qilgan.
oxirida ularga g'olib va buyuk Alloh taolaning yordami kelgan. Qur'onning mo'jiz ekanligi. Alloh taolo bu oyatda Qur'onning mo'jiz ekanligini, hech bir kishining mazmun va so'z iboralari jihatda Qur'onga o'xshash bir kitobni yoki uningga o'xshash 10 surani yoki uningga o'xshash faqat bir surani keltira olmaydiganligini. Chunki ular Alloh taolaning so'zi bo'lib, xuddi Alloh taolaning sifatlari mahluqotlarning sifatlariga o'xshash bo'lmaganidek, mahluqotlarning so'zlariga o'xshab qolmaydiganligini bayon qiladi. Alloh taolaning zotiga hech narsa o'xshamaydi. Allah yüksektir, ulug'dir. Barliq nuqsonlardan pokdir. Onunğa başqa ilah və tərbiyeçi yoxdur. Onundan başqa heç ilah və tərbiyeçi yoxdur. Allah Teala bu vaxtı mındaq deydi. Əgər ular bu çaqırqınlarga avaz qoşmasa, agar ular sizlar chaqirgan narsaga qarshi turadigan biror narsani elib kelolmasa, bilinglarki, ular haqiqatan undaq qilishdan ojizdir. Bu Qur'on Alloh tarafidan nozil qilingan bo'lib, u Alloh taolaning ilmini, amr farmonini va cheklimalarini o'z ichiga oladi. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Sizlar Allohga bo'ysunamsizlar? Qilgan yaxshi amallari bilan faqat hayoti dunyoni va uning zibu zinnatini, ya'ni dunyoning ne'matlarini ko'zlaydigan kishilarga ularning amallarining ajrini bu dunyoda to'liq beramiz. Dunyoda ularning ajridan hech narsa kamaytirilmaydi. Bundaq kishilarga oxiratda do'zaxdan boshqa narsa yo'qdir. Ularning qilgan ishlari yo'q chiqariladi. Qilgan yaxshi amallari hisobga ilinmaydi. Dunyo tirikchiligini ko'zlagan kishiga oxiratda hech qanday nasibi yo'qligi. Avfi bu oyat haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shek shubhisizki, riyoxo'rlarga yaxshilikları bu dunyoda berildi. Ularga qilchilikmi zulm qilinmaydi. Kimiki faqat mol dunyoni ko'zlab ro'z tutish yoki namoz o'qish va yoki kechida tahajjud namozi o'qishga o'xshash biror yaxshi amalni qilsa, Alloh taolo uningga mundaq deydi. Onunğa dünyada ko'zlagan narsasini to'liq beraman. Onun mal dunyoni ko'zlab qilgan amali bekor qilindi. U oxiratda ziyon tortquchilardan bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Kimiki faqat mol dunyoni ko'zlab ro'z tutish yoki namoz o'qish va yoki kechida tahajjud namozi o'qishga o'xshash biror yaxshi amalni qilsa, Alloh taolo uningga mundaq deydi. Uningga dunyoda ko'zlagan narsasini to'liq beraman. Uning mol dunyoni ko'zlab qilgan amali bekor qilindi. U oxiratda ziyon tortquchilardan bo'ladi. Mujahid, Zahhak ve başka bir qancha kishilardan mushundaq rivoyat qilindi. Anas ibn Malik ve Hasan bu oyat Yahudi ve Hristiyanlar haqida tushdi degan. Qatada mundaq deydi. Kimning niyati, maqsadi ve talabi mal dunyo to'plash bo'lsa, Alloh taolo uning yaxshiliklarini dunyoda berdi. Ondan oxiratga quruq qo'l qaytadi. Onunğa mukofot berilganidek biror yaxshilik bo'lmaydi. Onunğa mukofot berilgidek
berilganidek birer yaxshilik bo'lmaydi. Mu'min odamga kelsak, uning yaxshiliklariga dunyoda mukofot, oxiratda savob berildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xolig'ini emas, bizning xolig'imizni beramiz. Ondan uni oxiratda jahannam bilan jazolaymiz. Jahannamga u xorlangan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda kirdi. Kimiki oxiratni ko'zlaydigan va mu'min bo'lib oxiratga loyiq amallarni qiladigan, mundaq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Bularning va ularning har ikkisiga Rabbingning ato qilganidan beramiz. Rabbingning ato qilgani hech odamdan man'i qilinmaydi. Ularning ba'zisini ba'zisidan qandoq ustun qilganligimizga qaragan. Oxirat darajalaridagi farq albatta texmi cho'ngdir va ustunlik jihatdagi farq ziyoda cho'ngdir. Kimiki o'zining amali bilan oxiratning savobini ko'zlasa, uning savobini ziyoda beramiz. Kimiki amali bilan dunyoning manfaatini ko'zlasa, uning tilagan manfaatining ba'zisini beramiz. Uning oxirat savobdan hech nasibi yo'q. Rabbi tarafidan kelgan ro'shan dalil, ya'ni Qur'onga asoslangan odam, ya'ni Muhammad alayhissalom hayoti dunyoni ko'zlaydigan kishilar bilan o'xshashmi? Uningga Alloh tarafidan kelgan guvohlik berguchi, ya'ni Jibril alayhissalom Qur'onni tilovat qiladi. Qur'ondan ilgari Musaga nazil qilingan kitob, ya'ni Tavrat Isroil avlodiga yetakchi va rahmat qilib nazil qilindi. Ayni shundoq kishilar Qur'onga haqiqiy ishonadi. Kuffar jamoalaridan kimiki Qur'onni inkor qiladigan, uningga va'da qilingan joy do'zaxdir. Qur'onga shak keltirmagan. U haqiqatan Rabbing tarafidan nazil qilingan haqiqatdir. Lekin insonlarning to'lisi Qur'onning olamlarning Rabbi tarafidan nazil qilinganligiga ishonmaydi. Rabbi tarafidan kelgan ro'shan dalilga asoslangan odamning Qur'onga ishondiganligi. Alloh taolo bu vaqtda mu'minlarning holidan xabar berdi. Ular Alloh taolo bandalarini yaratgan to'g'ri din ustida bo'lib, Alloh taoloni Allohdan boshqa hech iloh yo'q deb taniydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Botil dinlardan burilib islom diniga yuzlangan. Allohning diniga ergashkinki, Alloh insonlarni shu din bilan yaratgan. Allohning yaratganida o'zgarish bo'lmaydi. Bu to'g'ri dindir. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yangi tug'ilgan har qanday bovoq islom dini ustida tug'iladi. Ondan uning ota-onasi uni Yahudi yoki Xristian va yoki o'tparast qilib cho'ng qiladi. Bu xuddi bir hayvon bolasini quloq, burunlari saq holatda tuqqaniga o'xshashdir. Sizlar shu hayvon bolasining quloq, burunlari kesilgan holatda tug'iladi deb his qilamsizlar? İmam Muslim Ayaz ibn Himardan Payg'ambar alayhissalomning Rabbidan rivoyat qilib mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo shak shubhisizki men bandalarimni to'g'ri din ustida yaratdim. Ondan ularga shaytonlar kelib, ularni dinidan azdirdi. Ularga men halol qilgan narsalarni harom qildi. Ularga men hech qanday dalil pokit tushunmagan narsalarni menga shirk qilishga buyurdi. Mu'min odam bu din ustida qolg'uchidir.
Onunğa Allah tərəfindən gələn guvahlıq bərgüçi Cibril aleyhisselam Qur'an'ı tilavet qılıdı. Yani Allah tərəfindən gələn guvahçı Cibril aleyhisselam Allah Teala peyğəmbərlərə vahiy qılğan Muhammed aleyhisselamның şəriəti bilən tamamlanılan pak, mükemmel ve büyük şəriətlərini öz içine alğan Qur'an'ı peyğəmbər aleyhisselam'a elib geldi. Mümin Adem'de şəriətini tanıdığan təbiət boludu. O təfsilatını şəriətin ügünüdür. Təbiəti ügengənlərini təsdiqlaydı və onunla işinidir. Şunun üçün Allah Teala bu vaxtda mundaq deydi. Rabbi tərəfindən gələn roşan dəlil, yəni Qur'an'a asaslanğan adam, yəni Muhammed aleyhisselam hayatı dünyanı gözləydiğən kişilər bilən oxşamdı. Onunğa Allah tərəfindən gələn guvahlıq bərgüçi, yəni Cibril aleyhisselam Qur'an'ı tilavet qılıdı. Yəni Cibril aleyhisselam Qur'an'ı Muhammed aleyhisselam ümmetige yetkizdi. Qur'an'dan ilgiri Musa'ga nazil kılıngan kitap, yani Tevrat, İsrail avladığa yetekçi ve rahmet kılıp nazil kılındı. Yani Allah Teala Tevrat'ni en şu ümmetke onunla erişidiğen yetekçi ve ülgü boluşu için nazil kıldı. Tevrat Allah Teala terbinden ulağı düşürülgen rahmettir. Kimi ki Tevrat'a hakiki iman etkan bolsa, onun bu imanı onu Kur'an'a iman etişki yetekleydi. Şunun için Allah Teala mundaq dedi. Yani şundaq kişiler hakiki işinidir. Andın Allah Teala Kur'an'ni ya ki onundan birer nersini inkar kılgan kişini korkutup mundaq dedi. Kuffar cemaatlerden kimi ki Kur'an'ı inkar kılıdırken onunla vaad kılıngan cay dövzaqdır. Yani zimin əhlidin meyli müşrikler, kafirler, ehli kitaplar bolsun ya ki Adem avladıdın meyli her xil irq, çıray ve şekilge mensup bolgan guruhdaki kişiler bolsun, Kur'an yetken kişilerden kimi ki Kur'an'ı inkar kılsa onun cayı devzaq boludu. Allah Teala Kur'an'ı bütün insanlığa yetekçi kılıp nazil kılganlığı hakkında mundaq deydi. Bu Kur'an mana sileni ve kıyametkice Kur'an yetken kişilerini agahlandırış için vahiy kılındı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eytkin ki, ey insanlar, men hakikaten silenin hemminlağı Allah tarafından əvətilgən elçimen. Kuffar camialardan kimi ki Kur'an'ı inkar kılıdırken onunla vaad kılıngan cay devzaqdır. İmam Müslim Abu Musa Ash'ari radiyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet kılıdı. Cinim ilkidi bolgan zat Allah'ның namı bilen qasam ki bu ümmetten meyli Yahudi yoki Hristiyan bolsun, birer kişi mening peygamberlikimni anlap, ondan bana iman keltirmese o devzaqqa kirdi. Her bir hadisning mazmununun Kur'an'da tepildiğanlığı. Ayyub Saxtiyani Sa'id ibn Jubayr'ning mundaq deganligini rivayet qildi. Men Peygamber aleyhisselamdan birer hadisni anlasam, Kur'an'dan onun mazmununu yoki onu tasdiqlaydiganligini topdim. Bana Peygamber aleyhisselam bu ümmetten meyli Yahudi bolsun, meyli Hristiyan bolsun, her qandaq kişi mening peygamberlikimni anlap, ondan bana iman keltirmese o devzaq kirdi deganligi yetdi. Ondan men o hadisning Kur'an'daki mazmuni qayerdadir? Men Peygamber aleyhisselamdan anlagan hadisning tasdiqini Kur'an'dan topatdim deb
o'ylanishga başladım. Ahiri onun mazmununu bu ayette tapdım. Kuffar camialardan kimiki Qur'onni inkar qiladigan, onunğa va'da qilingan joy davzaqdir. Bu ayet bütün milletlerden Qur'onni inkar qilganlarni o'z ichiga oladi. Qur'onga shak keltirmagan, u haqiqatan Rabbing tarafidan nozil qilingan haqiqatdir. Yani Qur'on Allah tarafidan nozil qilingan haqiqat bo'lib, uningda hech shak shubha yo'qdir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Bu kitap, yani Qur'onning olimlarning Rabbi tarafidan nozil qilinganligida hech shak yo'qdir. Bu kitapta, yani Qur'onda hech shak yo'q. U taqvodorlar yetakchidir. Lekin insonlarning to'lisi Qur'onning odamlarning Rabbi, Qur'onning olimlarning Rabbi tarafidan nozil qilinganligiga ishonmaydi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Sen gerçi kişilerinin iman etişi heris bolsanmı, lekin ularning to'lisi iman etmaydi. Eğer sen yeryüzüdeki köpçülük kişiler kuffarlarga itaat kılsan, ular seni Allah'ın yoludan azdırdı. İblis ularını azdırıştan ibaret gumanını hakikaten işe aşırdı. Çünkü bir türkü müminlerden başka ularning hammasi iblisga ergashdi. Elhamdülillah. Allohga şükürler olsun. Yuqorida Hud suresi tafsiridan 17. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qatamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.